Assalomu alaykum. Bugun 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlab bankimizda Aloqabank xodimlarining farzandlari o'rtasida shaxmat musobaqasi bo'lib o'tadi. Bolajonlarimizga baxtli bolalik va yorqin kelajak tilab qolamiz. Hamkasblarimizning farzandlariga agar ular shaxmatchi bo'lmoqchi bo'lsa, bizning faxrimiz ambassadorimiz Nodirbek Abdusattorov singari chempion yoki hech bo'lmaganda o'zining ota-onasi kabi kuchli lider, ajoyib mutaxassis va kuchli shaxs sifatida yetishishlarini tilab qolamiz. Bizning yosh chempionlarimiz nimalarga qodirligini o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Mana bugun men Aloqabank xodimlari farzandlari o'rtasida o'tkazilayotgan musobaqaga tashrif buyurdim. Bu musobaqani ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Juda ham ko'plab yosh bolajonlar qatnashyapti. Ularga omad tilab qolaman va fursatdan foydalanib, ularni 1-iyun Xalqaro bolalar kuni bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman.